Bunaqasi bo'lmagan kanalning qadrli a'zolari, bugungi obzorimizda ko'rib turganlaringdek 7 xil turdagi suyak arralarimizni tanishtirib o'tamiz. Bu arralarimiz qushxonalar, qassobxonalar, oshxonalar va shunga o'xshagan joylarga olib ishlatsalar ham bo'laveradigan modellarimiz. Aprel oyining oxirigacha bizda katta skidka ketyapti. Videoda oxirigacha ko'ringlar. Skidkalar haqida tanishtirib o'tamiz. Videoni boshlashdan oldin videoga like, kanalga podpiska bo'lishni unutmanglar. Manzilimiz Farg'ona shahar O'zbek-Xitoy savdo uyi. Farg'ona shahar sentrida, Polsha bozori yonida. O'zbek-Xitoy savdo uyi. Ekranlarda Telegram kanalimiz chiqib turibdi. Bemalol o'tib, obuna bo'lsangiz, yangiliklar haqida to'liq tanishtirib o'tamiz. Biz bo'lmasa obzorimiz boshladik. Birinchi o'rinda tanishtirib o'tadiganimiz Crashing modelimiz. Crashing modelimiz deganda bizda kerak detallar, ya'ni mahsulotimiz tegizmaydigan detallarimiz, mana korpusi qanaqadir, pastlari, motorlariga Crashing kraska ishlatilgan bo'ladi. Glavniy ishchi stoli, ya'ni doskasi, arrasi, bu mahsulot tayyorlaydigan hamma detali nержавейка bo'ladi. Bu apparatimiz hozirgi kunda 1 kilovatli misabmotkali motor bilan qoplangan. O'zini arrasidan tashqari bitta arra qo'shib beramiz. Undan tashqari bu arramiz polniy mayda santimetrlar ham bo'ladi. Ya'ni o'zlariga kerakli santimetrga qo'yib ishlatsalar ham bo'laveradi. Bu arramizni tan narxi $420 sotyapmiz. Skidka narxi $399 qilib beramiz. $399 aprel oyi ichi. Aprel oyidan keyin avtomatik $420 ga chiqadi narxi. Endi bundan keyingi modelimiz eng kichik Xitoy eng arzonchi modelimiz bo'ladi. Buni har qanaqa joy olib ishlatib, bemalol maza qilib, jonini sug'urib ishlatsa bo'laveradigan modelimiz. Buni ham komplektga bir dona arra qo'shib beramiz. 850 vatli misabmotkali motor. Bu to'liq nержавейка kelgan arralarimizni hammasiga 3 oydan 6 oygacha garantiya chiqadi. Razmer. Endi bu kichkina arramizga hozirgi kunda 120 santimetrli arramiz tushadi. Undan tashqari bunimizga bo'lsa 165 santimetrli arramiz tushadi. Xo'p, bu kichkintoyimizni olsalar, sizlarda nima afzalliklar bo'ladi? Narxi arzon, sifati yaxshi, garantiyasi 6 oy. Bu apparatimizni o'zini komplektida jonchasi bo'ladi, ya'ni adhod mahsulotlar mashina ichiga tushaveradi. Bemalol tushirib, mashinani tozalab olsalar ham bo'laveradi. Bu arramizda ham santimetrlari bo'ladi. Ko'rib turibsiz, o'zingizga kerakli santimetrga qo'yib ishlatsa ham bo'laveradi. Bemalol bu itaradigan, bezopasnostni kuchaytiradigan narsalar ham bo'laveradi. Bu apparatimiz start stop, ko'rib turibsizlar, ishlashlari moshli. O'zini tan narxi buni hozirgi kunda $410, skidkada narxi bo'lsa $390 qilib beryapmiz. Aprel oyigacha aloqaga chiqsalar, dastavkalar ham kelishilgan holatda bo'ladi. Toshkent shahar ichi, Farg'ona shahar ichi bepul, qolgan viloyatlarga, qolgan joylarga kelishilgan holatda, hattoki uyingizgacha ham dastavka qilib beramiz. Endi bundan keyingi arramiz mana shu modelimiz akasi hisoblangan 165 santimetrli arra ketadigan 210 modelimiz. Bu arramizni start stopli bo'ladi, to'liq nержавейка bo'ladi. Nержавейка bo'lganda 2.8 nержавейка. Razmer qo'ysa bo'laveradi. Motor 1.5 kilovatli misabmotkali motor, 6 oy garantiyasi bilan. Skidka narxi bu hozirgi kunda $430 qilib beramiz. Skidkadan keyin avtomatik $450 ga narxi chiqadi. Undan tashqari bu arramizni dastavkalari o'sha aytib o'tilgandek kelishilgan holatda bo'ladi. Motorlari mis bo'ladi, to'liq nержавейка bo'ladi. Undan keyingi modellarimiz uje qimmatbaho, ya'ni funksiyalari ko'proq, qulayliklari ko'proq modellar bo'ladi. Ya'ni qanaqa desalaring, bu oddiy bitta funksiyasi, misol bo'ladi, arrani o'zlaringni ehtiyojlaringga qarab turib qatirsalar, bo'ladi, o'zi avtomatik qatiradi. Misol uchun me'yorga kelganda o'zini kerakli miqdorga kelganda avtomatik o'zi arrasini tashlab yuboradi. Yumshoq bo'lib qoldi, qattiq bo'lib qoldi degan tushuncha sizlarda bo'lmaydi. Shunisi bilan bu ustun. Bu arramiz hozirgi kunda 2 kilovatli 850 vatli ekanman. 850 vatli misabmotkali motor bilan qoplangan, nержавейкалari 2.8 bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, ko'rinishlari vobshe chiroyli, taylari ham chiroyli qilib o'rab berilgan bo'ladi. Adhod tushirish uchun funksiyalari ham bor. Undan tashqari bunda bistro stoplari ham bor. Yana bitta bundan qulaylik qanaqa desalaring, misol uchun
yosh bolalar bo'lishi mumkin, yo'lmasa o'zlaring ham ehtiyotsizlik tufayli o'zlaringga minus keltirishi ham mumkin. Endi bu arramizda shunaqa zo'r funksiya borki, ya'ni misol uchun arra kakbalojni oxirigacha yopilmaguncha start bermaydi. Mana misol uchun tepasi yopildi, pasti yopilmadi. Pastdan knopkalari bor, arrani ishlashga to'sqinlik qiladi. Qachonki hamma yo'g'i kakbalojni yopilgandan keyin arra ishlaydi. Ungacha ishlamaydi. O'zi bu arramizni tan narxi $450 sotilyapti, skidkali narxi $420 qilib beramiz. Shundan keyingi bitta kattasi, ya'ni 165 arra tushadigan, bunga 120 li arra tushsa, bunga 165 li arra tushadi. Bu modelimiz xuddi shuni akasi, motori buniki 1.5 kilovatli motor bo'ladi. Buniki 850 bo'lsa, buniki 1.5 bo'ladi. 6 oy garantiyasi bilan skidkali narxi $520, skidkadan tashqari narxi buni $550 dan qilib beramiz. Buni ham xarakteristikasi bu bilan bir xil. Endi bulardan keyingi turlarimiz ayaqli modellarimiz, ya'ni bu klaskali model, bu bo'lsa ayaqli model. Hop, bularimizga hozirgi kunda bunimizga 165 li arra ketadi, bunimizga 210 li bahaybat arramiz ketadi. Hop, bularning xarakteristikasi motorlari 1.8 li bo'ladi, 1.8 li bo'ladi, bistro stop, startlari, hamma funksiyalari bo'ladi. Skidkada narxi $880, skidkadan tashqari narxi bo'lsa $900 hozirgi kunda qilib beryapmiz. 6 oy garantiyasi bilan funksiyalari, bularda bor funksiyalar hammasi bunda ham mavjud. Endi bunda qo'shimchasiga tagida jomchalari ham bor. Axlotlari uchun shuni olib turib, to'kishga qulay qo'yilgan jomchalari ham bor. Endi undan keyingi eng bahaybat modelimiz bistro stopli 210 li arra ketadi. Motorlari 2 kilovatli arramiz. O'zi ko'rib turibsizlar, mana bo'yim 1.80 bo'lsa, buni bo'yi примерно 1.60. 1.60 ishchi stoli ham bahaybatgina, kattagina, maza qilib ishlasa ham bo'laveradi. Xo'p, bu arramiz o'sha tepasida tashlab funksiyalari, hamma funksiyalari bor. Mana misol uchun qatiryapmiz. Kerakligiga chiqqanda tashlab yuboradi o'zi bu. Hozir bu arrasi bundan chiqib ketibdi, tashlab yuboradi. 210 li arra tushadi, o'zini tan narxi $880, skidkali narxi $860 qilib beramiz. Manzilimiz Farg'ona shahar, O'zbekiston barcha hududiga dastavkalarimiz bor. Videoga like bosinglar, kanalga podpiska bo'lib, zakaz qilmoqchi bo'lsangiz, ekranlarning nomerlariga aloqaga chiqishlaring mumkin. Ekranlarda Telegram kanalimiz chiqib turibdi. O'tib obuna bo'lsalaring, bundan-da yaxshi yangiliklarni ham qo'yib boramiz. Bizda undan tashqari qassob akalarimizga mesarovkalarimiz ham mavjud. Kelinglar.